Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Sizlarni kanalimda ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Xo'sh, bugungi mavzuyimiz jigarning asosiy 3 ta kasalligi haqida to'liq ma'lumot berib o'taman. O'tgan videoyimda jigarni tabiiy yo'llar bilan davolash haqida to'liq ma'lumot berib o'tganman. Adashmasam, yo bu yerda, yo bu yerda chiqishi kerak. Xo'sh, gapni cho'zmasdan bugungi mavzuyimizni boshladik. Kanalimizga iltimos obuna bo'lib qo'ying. 6 oyda inshaalloh 10 mingta obunachi bo'lishni rejalashtirganman. Qani ketdik. Gapni cho'zmasdan boshladik. Bugun siz bilan hozirgi kunda juda keng tarqalgan 3 ta kasallik haqida suhbatlashamiz. Birinchisi albatta ko'pchilikka tanish gepatit, ikkinchisi sirroz va yog'li gepatoz. Jigar organizmning muhim organi bo'lib, uning sog'lomligi umumiy salomatligimiz uchun juda muhimdir. Keling, ushbu kasallikni batafsil ko'rib chiqamiz. Birinchi kasallik albatta bu gepatit. Gepatit bu jigarning yallig'lanishi bo'lib, ko'pincha viruslar sabab bo'ladi. Eng keng tarqalgan turlari gepatit A, gepatit B va gepatit C'dir. Gepatit A asosan ifloslangan oziq-ovqat va suv orqali yuqadi. Belgilari: ishtahasizlik, ko'ngil aynishi, qusish, charchoq va terining sarg'ayishidir. Odatda o'z-o'zidan tuzaladi va surunkali shaklga o'tmaydi. Ikkinchisi gepatit B. Qon, jinsiy aloqa yoki onadan bolaga tug'ilish paytida yuqadi. Surunkali shaklga o'tishi mumkin va jigar sirrozi yoki jigar saratoniga ham olib kelishi ehtimoli juda yuqori. Vaksinasi albatta mavjud. Vaksinasini olishlaringiz mumkin. Gepatit C asosan qon orqali yuqadi. Masalan, ifloslangan ignalar orqali ko'pincha surunkali shaklga o'tadi va jigar sirrozi yoki saratonga olib kelishi mumkin. Hozirgi kunda samarali davolash usullari mavjud. Ikkinchi kasallik jigar sirrozi. Bu albatta gepatit B va C'dan keyingi kasallik hisoblanadi. Jigar sirrozi bu jigarning sog'lom to'qimalari fibroz to'qimalarga almashtirilishi natijasida yuzaga keladigan surunkali kasallik hisoblanadi. Buning albatta bir nechta sabablari bor. Buni albatta o'tgan videoyimdan juda keng qilib tushuntirib o'tganman. Birinchisi, spirtli ichimliklarni ortiqcha iste'mol qilish. Uzluksiz va ko'p miqdorda alkogol iste'moli jigarga zarar yetkazadi. Bu 100%. Surunkali gepatit B va C. Aytganimdek, B va C oxiri davolanmasa ushbu kasallikka sababchi bo'lishi mumkin. Ushbu viruslar jigarda uzoq muddatli yallig'lanish va shikastlanishga olib kelishi aniq. Xo'sh, keyingi 3-qism va keyingi kasalligimiz albatta yog'li gepatoz. Yog'larning jigarda to'planishi va yallig'lanishi sirrozga olib kelishi mumkin. Belgilari quyidagicha: charchoq, ishtahasizlik, vazn yo'qotish, qorin bo'shlig'ida suyuqlik to'planishi, assit, oyoqlarda shish va terining sarg'ayishi. Yog'li gepatoz yoki jigar sirrozi. Bu jigarda ortiqcha yog' to'planishi bilan tavsiflanadi. Aytganimdek, sabablari juda ko'pdir. Birinchisi semizlik. Ortiqcha vazn yog' to'planishiga olib keladi. Qandli diabet, qondagi yuqori qand miqdori yog'larning jigarda to'planishiga sabab bo'ladi. Yog'li va yuqori kaloriyali ovqatlar. Nosog'lom ovqatlanish odatlari yog'li gepatoz xavfini albatta oshiradi. Ko'pincha alomatsiz kechadi, ammo ba'zi hollarda charchoq va o'ng qovog'i ostida noqulaylik sezilishi mumkin. Davolanmasa, yog'li gepatoz jigar sirroziga olib kelishi mumkin. Xulosa qilib aytganda shuki, jigar kasalliklaridan himoyalanish uchun quyidagilarga e'tibor berish lozim. Birinchisi, sog'lom turmush tarzi, to'g'ri ovqatlanish,
muntazam jismoniy faollik va ortiqcha vazndan saqlanish. Ikkinchisi, spirtli ichimlikdan voz kechish, alkogol iste'molini cheklash yoki butunlay tark etish kerak. Uchinchisi, vaksinatsiya. Gepatit A va B ga qarshi emlashlar mavjud. Ularni qabul qilish uchun qabul qilish tavsiya etiladi. Gigiyena qoidalariga rioya qilish. Gigiyena qoidalariga qat'iy rioya qiling. Qo'llarni muntazam yuvish, toza oziq-ovqat va suv iste'molini ko'paytiring. Xo'sh, tibbiy ko'riklar. Muntazam ravishda tibbiy ko'rikdan o'tish va jigar salomatligini nazorat qilish zarur. Jigar salomatligi umumiy salomatligimizning asosi hisoblanadi. Uni asrash va himoya qilish har birimizning vazifamizdir. Agar sizga ushbu video foydali bo'lgan bo'lsa, like tugmasini bosib va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Fikr va savollaringizni albatta kommentariyada qoldiring. Har birini alohida ko'rib chiqib, javob qaytaraman. Chunki obunachilarimizning fikrlari biz uchun muhimdir. Salomat bo'ling. Keyingi videolarda nima chiqarishim, qaysi video, qaysi kasallik haqida chiqarishimni albatta kommentariyada yozib o'ting. Men o'sha haqida batafsil ma'lumot berib, davolash yo'llari haqida aytib o'taman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.